Yo'llarda, ichki yo'llarda asosan yoki bo'lmasa ko'p qavatli binolarning oldi qismlarida, yon qismlarida, kirish qismlarida, chiqish qismlarida sun'iy ravishda qo'yilgan to'siqlarni ko'rib qolamiz. Mana shu to'siqlarni qo'yish javobgarlikni keltirib chiqaradi desam ishonasizmi? Buning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 147-moddasida ko'rsatib qo'yilgan bo'lib, ushbu moddaga ko'ra yo'llarga, temir yo'ldan o'tish joylariga, yo'l harakatini tartibga soluvchi boshqa inshootlar yoki texnik vositalarga shikast yetkazish, shuningdek yo'l harakatiga qasddan, shu jumladan yo'l qoplamasini ifloslantirish, yo'li bilan xalal berish, xuddi shuningdek avtomobil yo'llarini o'zboshimchalik bilan qazish, ularda sun'iy notekisliklar va to'siqlar yaratish, shu jumladan yo'l harakati ishtirokchilarining harakatiga to'sqinlik qiluvchi noqonuniy to'siqlar va boshqa qurilmalarni o'rnatish, avtomobil yo'lida ishlarni amalga oshirish uchun berilgan ruxsatnoma talablarini bajarmaslik, shu jumladan yo'llarda qazish, qurilish ishlarini olib borgan shaxslar tomonidan belgilangan muddatlarda yo'l infratuzilmasini oldingi holatiga keltirmaslik, shuningdek yo'llarni saqlash qoidalarini buzish fuqarolarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida, mansabdor shaxslarga esa 20 baravari miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Ushbu modda haqida nega to'xtalyapman, bilasizmi? Chunki bugungi kunda Toshkent shahrimizda, viloyatlarda ham taksistlar, tez yordam mashinalari yoki bo'lmasa boshqa favqulodda yordam beruvchi transport vositalari kelayotgan vaqtida ularning yo'llarini to'sib qo'yilishi, ularga harakatlariga keskin pameha beruvchi to'siqlarning borligi o'z vaqtida yordam yetib kelishini oldini oladi. Shunday ekan, bunday sun'iy to'siqlar, ya'ni xalq tili bilan aytganda lejachi politseyskiy, ya'ni yotiq to'siqlar, shu jumladan ko'p qavatli binolarning oldida turgan shlagbaumlar o'rnatilishi mutlaqo noqonuniy. Shunday ekan, yurtdoshlarimizdan bunday to'siqlarni qo'yilishini, kamaytirilishini so'rab qolaman. Bu videoni yaqinlaringizga, mahallangizda agar juda ham ko'p lejachi politseyskiy, ya'ni yotiq to'siqlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'siqlarning kamroq qo'yilishini istovchilarga tarqatib qo'ying.